Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan radom sumka yig'amiz birgalikda. Bitta ko'rsatishga harakat qilaman hammasini. Xo'p, birinchi o'rinda ro'zadan boshlaymiz. Одноразовый plyonka so'rashadi baribir. Bu paket deydi. Paketdan yaqinda oldim. Ikkitalik salfetka и suyuq sovun. Borgandan keyin baribir so'rashadi и kerak bo'ladigan narsalar. Ovora bo'lib qolmasliklari uchun tayyorlab qo'yishga maslahat beraman. Xo'p, bu paketimga sig'magani uchun ham oxirida olindi uchun отдельно paketda turibdi. Hech nimaga ketishidan oldin ketadigan soatida hammasini tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. Babsizlar vaqt beroq bo'shliysizlar. Xo'p, ikkinchi sumkamiz. Bu men o'zimga kerakli narsalarim, ayol kishining o'ziga kerak narsalari. Kirgandan keyin barib kiyiladi. Bitta bunaqa kiyim. Bor ro'zalga kirishda kiyib olinadi. Pastini yechib qo'ysa ham ishonini tepasidagi xalati turib turaveradi ustingizda. Keyin tug'ib bo'lgandan keyin bu ichki kiyim и pampers. Ro'zal o'zida kiyishga домашний tafchka. Bu birinchi sumka. И chaqaloqga kerak bo'ladigan ikkinchi sumkamiz. Bu perchetkani ham bunga qo'yib qo'yamiz. Perchetka обязательно kerak bo'ladi. Yana bunga bitta qo'shib qo'yaman. Tug'ilganda artib tashlash uchun bir martalik mana bunaqa sterillangan, yuvib, dazmollangan mana bunaqa ro'molcha kerak bo'ladi. Chaqaloq tug'ilishi bilan artib bu tashlab yuboriladi. Tashlab yuborishga bir pampers, keyin bolani kiyintirishga bitta komplekt kiyim, yurgilashga mana bunaqa yurgilash uchun narsa. Bitta termometr olib qo'yishim kerak hozir bunga. Chunki baribir so'rashadi ro'zalda. Burnini tozalab olishga mana bunaqa nima deydi? Sponjmi shunaqa. Keyin ro'zalda baribir so'rashadi bitta butilka и qanaqadir kasha. Kashani o'ziga yozib berishadi. Lekin agar optiklar bo'lsa, qaysi kasha sizlarga yoqsa, bitta kasha ham olib olishingiz kerak. Chunki zapasda turishi kerak har doim. Ro'zalga kirish bilan baribir so'raladi. Men hali kashani olganim yo'q. Baribir yangi tug'ilgan chaqaloq sovuqroq bo'ladi. Ular baribir sovqatishadi yoki buni yoki mana bunaqa qalin adyolchani olganman. Bu ikkinchi paketimiz. Ro'zalda kerak bo'ladigan narsalarimiz. Eng oxirgi sumkamiz. Bu poslerodov sumka. Palataga olgandan keyin uydagilaringiz kirgizib yuborishligi mumkin. Ungacha olib kirmasangiz ham bo'ladi, chunki kerak emas. Ko'tarib yurishga to'g'ri keladi ichkarida. Buni ichida pampers. Hozircha endi bir pochka, yana kerak bo'lsa olib boramiz. Ko'proq ketadi uchun bunga solib qo'ydim. Keyin kerak bo'ladigan mana yana aptechka deydimi, shunaqamiz. Bunga podgoznik surish uchun podgoznik bitta. Detskiy sovun. O'sha yerda o'zida agar imkoniyat bo'lsa, yoki cho'miltirib beramiz deysa, cho'miltirish uchun detskiy o'zini cho'miltiradigan penka geli. Men buni o'zim Xitoydan zakaz qildim. Kindigiga birinchi mana bunaqa o'zim tayyor, ichida yodli xochistkasi. Bu bilan kindig atroflari yaxshilab artib olinadi, infeksiya tushmasligi uchun. Keyin steril mana bunaqa boylab qo'yadigan, yopishtirib qo'yadigan steril nima deydi, disk, vatniy diskga o'xshagan narsa. Buni Xitoydan zakaz qildim. Buni ichida yodi bor. Bemalol mamutidan bitta sindirib, yodi bu yoqqa tushadi, artib olaverasizlar. Yo'lga botirib o'tirishinglar shart emas. Ochilganini ko'rsataman, men buni ko'rsatish uchun ochib qo'yganman, buni ishlatmayman baribir. Bu bilan artgandan keyin kindigiga yopishtirib qo'yish uchun mana bunaqa steril yopishtirib qo'yadigan narsa. Bu kichkina aptechka sumkacha. Keyin bolaga ishlatishga detskiy yumshoq, yuzini qirib olmaydigan ikkita sochuvchi oldim. Bolaga ishlatishga soska oldim. Ikki xil. Yana bittasi bor edi shu yerda. Ikki xildan olib ko'rdim. Qaysi birini olsa, o'shanisini beraman. Idishchali sterillangan. Buni qaynagan suvda bitta qaynatib, sterillab yana solib qo'ydim, tayyorlab. O'zim uchun sochiq. Keyin kichkina sochiqcha, bu ham o'zim uchun. Idish tovoli ishlatishga. Keyin palataga olgandan keyin tegizga solish uchun plastina patagonik nalishkalar bilan tayyorlab qo'yganman. Boshqa ko'rpa, yostiq ishlata olmayman uchun o'zimnikini tayyorlab qo'ydim. Tegizga solish uchun обязательно mana bunaqa plyonka yana so'rashadi одноразовыйdan. O'shaning uchun yana отдельно bu yoqga ham solib qo'ydim. Keyin bu yoqda endi ichini ko'rsatib o'tirmayman. O'zim uchun noski, bandaj, ichki kiyimlar. Tez almashtiriladi baribir kiyimlar. O'shaning uchun yana ikkita kiyim ham oldim o'zim uchun. Mana. Keyin bolaga ham, chunki baribir qusadi, ichi o'tib ketib qolishi mumkin. Har kuni baribir almashtirib turish kerak. O'shaning uchun noskicha, qo'lqop, bunaqa kiyimchalardan 4 ta oldim yana. Baribir kuniga 2 marta yoki har kuni almashtiradi. Bular ham kiyimchalar. Mana yana bitta soskasi. Bu soska ikki xil olganim, qaysi birini olishiga qaraydi. Baribir soskani tanlab oladi bola. Qaysi biri og'ziga to'g'ri kelsa, o'shanisini beraman. O'shaning uchun ikki xil olganman. Keyin o'zim uchun ishlatishga suyuq sovun oldim. Bu yoqda kerak bo'ladi baribir. Eng zararli salfetka. Bu ham kerak bo'ladi.
plyonka, yo'rgaycha o'rashga, tagiga men pampers almashtirishga solishgan unaqa plyonka. Bundan ham oldim. Keyin bu pampers kattalarniki. Kattalarning pampersi baribir boshida 1-2 kun shunaqa kattasini ishlatmasa bo'lmaydi. Keyin bunaqa kichkinarog'i. Juda ham qulay, tursikli ekan, sifatli, ham qo'pol emas. Shularni oldim. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Kimgadir foydasi tegsa xursand bo'laman, chunki baribir birinchi farzandni kim nima olishi, qanaqa ishlatishni bilmaydi. Nima ko'proq kerak bo'lishini. Ikkinchi, uchinchilarda ham o'sha radomga boradigan payt kelursa, nimalar olishim kerak deb ko'pchilik shoshib qoladi baribir, esidan ham chiqib qoladi. Video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Homiladorlarimiz eson-omon qutulib qo'linglarga olib boringlar.